Hammaga salom qizlarjonlar, ko'pchiliginglar yozasizlar, uyda o'tirgan holda qanaqa qilib pul topsa bo'ladi, qanaqa qilib onlayn magazinni yurg'izsa bo'ladi, qo'limdan keladimi, yo'qmi? O'zi Xitoydan rostdan ham shunaqami narxlar? Rostdan ham o'rgatasizmi, yo laxatronmi deb o'zimga ham ko'pchiliginglar yozishasizlar. Mana bu mani o'quvchim, o'zlariga alohida shunaqa paketlargacha qo'ygan onlayn magazinlari bor. Mana klientlariga bu odzivlari, zakazlari, qaranglar qanaqa качественный bo'lib kelgan oyoq kiyimlari, koshyok, sumочкалari zo'r bo'lib kelgan. Xitoydan zakaz qilib sotishyapti onlayn magazinda. Mana bunaqa dasturxonlar yangi yilga, mana bunaqa oyoq kiyimlar, trenddagi toshli oyoq kiyimlar, xohlagan narsalarni olib keltirib onlayn magazin ochib bemalol daromad qilsanglar bo'ladi. Qizlarjonlar, hozir onlayn magazinlar juda ham zo'r savdo bo'lyapti, chunki internet rivojlangan payt unumli foydalanib qolish kerak. 2026-yil ishoninglar, hamma uyda o'tirgan holda onlayn magazin ochib pul topadi. Unumli foydalanib qolinglar qizlar. Hozir Xitoyda narxlar juda ham arzon. Hech qanaqa laxatron yoki nimadir emas. Men o'zim полностью noldan to professional darajasigacha men o'rgataman qizlarjonlar. Xitoy kursimga tezlikda yozilib oling.